Ben ayog'imda tizza bo'g'im rosa ishib kelgan edi. Bir kurs olganimda shular yo'qoldi. Hozir Lutfullo Irisovman Tayloq rayon Qo'rg'oncha mahallasidanman. Kuyovim bundan 5 yil oldin asalari bilan davolanib keldi. U ancha shifo topdi, keyin bizga maslahat berdi shuni. O'zim veterinarman. Bir joyga borgandimki, shu eshitib qoldim, shu mana shu Nabixon akamiz tabib, Hoji akamiz tabib ekan, shunaqa asalari bilan davolayotganlar. Keyin shu kishini izlab keldim. Mana shu gapga mana 3 yildan oshyapti, 3,5 yil bo'lyapti. Mana shu vaqt mobaynida bir gala dardlarim bor edi. Bu prostatit, men oyog'imda tizza bo'g'im rosa ishib kelgan edi. Bir kurs olganimda shular yo'qoldi. Hozir men mana 4-kurs olaman bu kishiga. Yana umr yo'ldoshimda, o'g'limda, oilaviy kelib hammamiz oldik mana shu yerga. Mana shu haqiqatdan ham asalari bilan davolanish butun organizm uchun foydali, kerakli, koni foyda narsa ekan. İnsonimizga hammamiz tanimizga kasalligimiz bor. Shunday insonlarga mana shu asalariga kelib shifolanish olishni maslahat beraman. Hoji akamiz qo'llari dard ko'rmasin. Hammaga Alloh taolo o'z g'oyibidan shifoyi komil bersin.